Mana shu takani ko'pkardan kelgandan keyin mana shu oxirini endi shuni so'yapti. Mana ichida bug'doylar. O'z bug'doy tikiladi-ku. Buni ko'rsatib bir yashiriladigan narsa emas-ku. Mashaydan oxirini qadrmi bor? Qizini avraylar. Mashaydan qo'ydi. Ana kartochka qizildi. Sen adashasın Malik akam. Kartochkani yuqorimacha dedik-ki. Keyin buni o aniq o'zida aytdi hozir. Qizildan o'rmon xo'jaligiga qarashli deyilgan ekan. Ma'lumotni shunday berganidan keyin raisingiz nima qiladi? Ha, siyravering siz. Ayb bizga emas-ku. Nasib bo'lsa go'sht tolli bo'lsin, totli bo'lsin, shirin bo'lsin. Birga yeymiz. Nasib inshaalloh. Mana shuni gashti bor, eskida to'ylarda 2-3 kunlik to'y bo'lardi, bir o'ntalar takalar yig'ilardi. Takalar qadri ham yo'q edi. Tashlanardi. Uni keyin Unjaldan chavonda aytganda mana shu normal deydi, mana axirlar tayyorlab mana shu ko'p Akan tayyorlaydi. tayyorlayman men. sizmi? Ha. Gapiring. Mana shu aka, ismingiz kim edi aka? Usta Usta Normodagi otlarga taqa ham qoqadi ekan. Mana shu odam hamma takalarni ham mana so'yib o'zi operatsiya qilib tayyorlaydi ekan ko'pkariga. Mana shunday odamlar ham bor bo'lsin. Alloh umri uzoq bo'lsin. Mana shu xullas mana shu taka. Endi ushlasak bo'ladi, mikrofon ushlaymiz, qo'limni yuvish imkoniyati bo'lar. Nima qilavering? Ishni qilavering siz. Davom etavering. Mana 50 kilolik takaydi. Chavog'onlarga normalni tushdi mana shu taka. Takani og'ir qilmangizlar. 50 kilodan og'ir qilmangizlar. To'y qiladigan aka-ukalar takani 50 kilodan ziyod qilmangizlar. Nimaga endi oldingilar og'ir bo'lgan-ku? Oldingi chavog'onlar baquvvat, zo'r bo'lgan. Hozirgi xudoga shukr o'ziga yarashada 50 kilo normalni. Bular uchun. Chiroyli chobadi. Bularga norma shu 50 ga. Norma 50 kilolik taka bo'lsa. Eski takalar necha kilo edi? Siz qilganmiz shu paytdan oldin ham? 50 kilolik taka 60 kilo, 70 kilodan oshiq bo'lgan. Lekin hozirgi takalar mana shu 50-55 kilo bo'lsa, yeb cho'maydi, bejangal, chiroyli chobadi. Bu tanani ham tayyorlab ko'rganmiz yo'qmi ko'pkariga? Tanani ham tayyorlaganman. Bu tana qanday tayyorlanadi? Tana ham mana shu takaday bo'ladi. Og'irroq semiz bo'lsa, bo'ynini olib qolib, qolganiga normalni chavog'onlar kuchiga qarab tayyorlab beriladi. Poychasi kesiladimi keyin? Poycha, arqa poycha kesiladi, oldingi poycha qoladi. Tananiki. Tananiki. Tanani ham, takani ham sog'ib. U nima? Uni tanani ham ichi operatsiya qilinadimi? Qanday bo'ladi? O shundayki bu qorinchak olinadimi? Nima bo'ladi? U qanday bo'ladi? Qanday bo'ladi? Toza bo'lishi uchun, hamma yeyish uchun ichini olamiz. Ha, shuni tushuntiring-da, bu mana bu bug'doy solishimiz yo tuz solishimiz bu nima ichi jimku, jim bo'lmaydi. Oldin eskida jim bilan tashlanganmi? Oldinlar jim bilan tashlangan. Shuni hisobga olib mana yeyish uchun, nima uchun, tozaligi uchun nima qilyapmiz? Bug'doy nima qilyapmiz? Ichiga bug'doy solinadi-ya. Normal shu kiloni qo'yib, besiga yarasha kilo qo'yib. Buni azot xaltaga solib tikiladi-da keyin ichiga. Azot xaltaga solib, tikib, nima qilib joylab beryapmiz. Faqat go'shtni tozaligi uchun. Ha, toza bo'ladi. Jinni hidi kelmaydi, shirin bo'ladi. Shirin bo'ladi. Oldingilar sal jinni hidi keladi, ha, jin keladi. Hozir shunisiga o'tganmiz. Keyin qarang, nima ham bir xil paytda tuz ham qo'yadi-ya, tuz ham soladi-ya. Bug'doy soladi, bug'doy joyi tuz solsang go'shtni sho'r qiladi. Ha, sho'rroq bo'lishi mumkin. Ha, idrot qiling. Nima? Eng yaxshisi bug'doy. Yaxshisi bug'doy. Ba'zilar toz soladi, u og'ir bo'ladi, takan titadi. Eng yaxshisi bug'doy demak. Yana qayta ishlatish mumkin, molga bersangiz mumkin. Bu bermaganingizda ham go'shingiz toza bo'ladi. Toza bo'ladi. Shirin bo'ladi. Go'shtni totimiga umuman nima qilmaydi. Xullas, ko'plar qiziqadi mana shu taka go'shti qanday bo'ladi deb hozir mana pishirish jarayonlarini ham ko'rsatamiz. Undan keyin yeb ham ko'rsatamiz. Bu hozir mana nahallaydigan anongiz bormi yo'qmi shu yerda? Mana bu lozmaga bir ko'rsatasiz, shuni ham olamiz. O'zlarni nahallaymiz, ko'rsatamiz. Nahallashmi?
taqa Taqa qoqa. qoqish. Bu yoq usta ekanda taqa qoq. Shunaqa odam qidirib. O'zi bunaqa taqachilar ham kam, bunday ko'p emas. Bu taqani keyin o'zingiz yasaysizmi, biroq? O'zim ustaxonam bor. Ha, o'zi tegishli usta. ustaxonam bor. Taka bu. Taqa sarka bo'lmaydi ko'p bor. Sarka titilib ketadi. Bu qarang, bu terisi qalinda. Bu terisiga o'xshab qalin. Shuning uchun ham taka qilindi.